Assalomu alaykum MZX Engine obunachilari. Bugun sotuvimizda BMW i3 35L mashinamiz темный синий, elektrический, полный full komplektatsiyada ko'rishingiz mumkin. Masla mashinamiz. Salonlari ham bordoviy kojinli, qimmat yaxshi polikli taqib qo'yilgan. Tabeglari ham besproyekt 0 bo'lib turibdi. Nakleykalarni kelgan ko'rishingiz mumkin. Median boshqargan joystiklari, panoramalari bor. Orqa ko'rinishlari ham kojinli bo'ladi. Klimat kontrol, hamma narsasi bor. Orqa ko'rinishini bitta ko'rsatamiz. Bemalol klimat kontrol. Boshqa ichki turasiz orqasidan ham. Bagajlari ham ancha keng qilib ishlab chiqarilgan. Semeyniy mashina. Misol uchun bu narsalar solib yo'l pulli ishlaydigan bo'lsangiz ham, bagajlari ham, sig'imlari ancha kattagina. E-Drive 35L mashinamiz. Bu mashinamizning narxi 38200 dollarmiz. Xohlasanglar naqdga, xohlasanglar boshlanish to'lov berib, 6 oydan 2 yil muddatgacha bo'lib to'lashga, ya'ni nasiyaga olsanglar bo'ladi. Kimga shunaqa mashina kerak bo'lgan bo'lsa, pastda nomerni qoldiramiz. Batafsil ma'lumotlarni bemalol telefon qilib olishingiz mumkin. Faqat bunaqa mashinalar emas, xohlasanglar elektrический desanglar, boshqa inomarka mashinalarni ham, xohlasanglar o'zimizning jam mashinalarini olib beramiz.